Assalomu alaykum, hurmatli buxgalterlar va bo'lg'usi buxgalterlar. O'tgan darsimizning davomi masala ishlash. Valyuta shotdagi pul mablag'larini qayta baholash. Bildikki biz chet el valyutasidagi pul mablag'lari shotimiz 52.10 ekan. Bizda chet el valyutasidagi pul mablag'lari shotimizda 6000 AQSh dollar miqdorida pulimiz mavjud ekan. Biz buni 1-yanvar holatdagi so'mdagi qiymatini aks ettirishimiz shart. 1-yanvar holatida kursimiz qanchani tashkil etgan ekan? 1-yanvar holatda kurs 12.920 tiyin bo'lgan ekan. So'mdagi qiymati 77.522.880 so'm. Biz oy oxiri bilan valyuta shotdagi pul mablag'larimizni qayta baholaymiz. Buning uchun kursni bilishimiz lozim. 31-yanvar holatidagi kurs 12.957 so'm 1 tiyin bo'lgan ekan. Demak, biz kurs ko'tarilishi munosabati bilan farqni pirovotga berishimiz kerak. Buxgalteriyada doim kattadan kichik ayriladi, minusda bo'lmaydi. Minus istisno tariqasida buxgalteriya balansida zararni ifodalash uchun ishlatiladi. Qolgan joyda minus bo'lmaydi. Shuning uchun doim kattadan kichik ayiramiz. Demak, valyuta kursimizdagi valyutaning so'mdagi qiymati kurs salkam 37 so'mga oshishi munosabati bilan ko'payadi va valyuta shoti aktiv bo'lganligi uchun ko'payadi. Bu biz uchun daromad bo'lib xizmat qiladi. Yigirma 28-fevral holatida qayta baholaymiz. Buning uchun 28-fevraldagi kursni bilishimiz kerak. 12.877 so'm 37 tiyin. Demak, kurs tushdi. Valyuta shotimizdagi pul mablag'larining so'mdagi qiymati ham kamayganligi munosabati bilan 52.10 kreditlanadi va salbiy kurs farqidan zarar 96.20 debetlanadi. 28-fevral holatida bizning valyuta shotimizdagi pul mablag'lari 77.264.220 so'm so'mdagi qiymati ekan. Valyuta shotidagi pul mablag'larini qayta baholash provodkalari shu tartibda amalga oshiriladi.